Umringizda shunaqa katta choynakda choy quyishganmi? O'zingiz bilan teng piyolada choy ichish nima deyapti? Bunaqa katta choynak oldida odam qanday kichkina bo'lib qolishini bitta ko'ring. O'sha mashhur choynak piyola uchun like bosib qo'yamiz. Siz bu joy haqida biror marta bo'lsa ham eshitgansiz yoki ko'zingiz bilan ko'rgansiz, to'g'rimi? Choynak piyolani bilganlar uchun video oxirida bitta qiziq ma'lumot aytamiz. Videoni o'tkazib yubormang. Katta choynakni tomosha qilish uchun kuniga yuzlab odamlar to'xtab o'tishadi, ammo ularning e'tiborini boshqa narsa tortyapti. Bu retro mashinalar xonadon egasi odamlarni yana bir harakat bilan hayratga soldi. Gap shundaki, bugun bu yerda so'nggi 100 yillikda ishlab chiqarilgan bir-biridan ajoyib retro mashinalar kolleksiyasi yig'ilgan. Zo'ra! Shu taraflarga yo'lingiz tushib qolsa, albatta to'xtab tomosha qilib o'ting. Bu videoni qiziquvchan do'stlaringizga yuborib qo'ying. Bunday videolarni siz aniq boshqa ko'rmasligingiz mumkin. Agar qayerda qancha kanalga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, hoziroq bizga obuna bo'ling.